Assalomu alaykum va rahmatulloh. Galgi murojaatim Xursand akaga qirg'ochga kirgan, plastik operatsiya qilgan insonni 18 yoshli, u ham Photoshopda obработка qilingan inson bilan solishtirish uchun insonni ongi qay darajada bo'lishi kerak? Ungacha Peterda ishlayman deganlar uchun reklama. Shofyorlik qilaman deganlarga D kategoriyasi bo'lsa, mana shunaqa ishlar kutayotganligini va shaxsan men o'zim sizlarni aeroportdan kutib polni ish bilan ta'minlab dokumentlaringizga ba'ziga yordam berishga tayyorman. 200 ta D kategoriya pravasi borlar ichmayman, chekmayman deb kelib, mana shunaqa joylarda ishlayman desalaringizlar bemalol kela olasizlar. Ishlaringizni grafiki o'zlaringizning qo'llaringizda qancha yaxshi ishlab, yaxshi soatda ishlasalaringizlar, eng kamida $2000 oylik ola olishlaringiz mumkin. Mana shu 140 ming bo'ladi. Yotoqxona registratsiyasi bilan 3000 rubl bu yerunda pul degani. Barcha dokumentlaringizni ba'zan o'zi qilib beradi. Kimda kim kerak, mana shu raqamlarga murojaat etinglar. Shu kimga kerak, menga aloqaga chiqinglar va kimda kim pravasi yo'q, lekin pravaga o'qiyman, bitta joyda stabil ishlayman desa, ular ham kelishi mumkin. Avtobaza o'zining hisobidan sizlarni переобучение qilib rossiyskiy prava olib beradi. Rossiyskiy prava olganlaringizdan keyin bemalol ishlay olasizlar. 11 oy ishlasalaringiz, 12-oy отпускной ham oylik отпускной ham xuddi shu oyliklaringiz qancha bo'lsa, o'shancha olasizlar. O'shancha ola olasizlar. Bunaqa imkoniyatlar hammada ham yo'q. Shuning uchun kimda kim rossiyskiy pravasi bor yoki bo'lmasa ham avtobus hayda olayman yoki avtobus haydashga qiziqqanlar bo'lsa, bemalol chiqaveringlar. Qo'ldan kelgancha yordam beriladi. Faqat o'sha gap halol, pok ishlash kerak. Oila bola chaqani o'ylab ish qiladiganlarga marhamat, aloqaga chiqinglar. Hozircha sizlarga mana shu Sankt-Peterburg va Leningradskiy oblastida avtobus haydash bo'yicha ishlar kutmoqda. Uchinchi kalit, erkak kishi yashirin turdagi besoqolboz gey bo'lsa, u beto'xtov ayol almashtiradi. Nima uchun? Chunki u har safar o'ziga erkakligini isbotlamoqchi. Ko'plab ayollar bilan jinsiy aloqa qilish orqali u o'ziga erkakligini isbotlamoqchi. Har bitta ayoldan ketayotganda u ayolni ayblaydi. Chunki latentniy gomoseksual erkaklarda mizoginiya degan sindrom bor. Ayollarga nisbatan yashirin nafrat. Talablar qo'yish orqali sen mana shu talabimga javob bermading, mana shu aytganimni qilmading, sen menga yaxshilab bermading, sen menga mana shunaqa bo'ldi, 100 xil bahonalarni qilib o'sha erkak ayol kishini tashlaydi va boshqa ayolga sakrab o'tadi. Lekin u ong osti darajasida erkak kishini xohlayapti. Balkim ongli darajada ham xohlayapti, lekin din tarafidan, jamiyat tarafidan bu narsa qattiq taqiqlangani uchun u o'sha ikkinchi ayoldan uchinchi ayolga, uchinchi ayoldan to'rtinchi ayolga o'tadi. Xursand aka, o'rtada 2 yil ziyod vaqt o'tdi, to'g'rimi? Bir paytlari bir yostiqqa bosh qo'ygan, umr yo'ldoshingiz bo'lgan Sherli Jo'rayevga ishonmasdan, bir narsani nasibi yo'q, hatto onasini o'zi kimdan tuqqanligini bilmaganga ishonib, shuncha Sherli Jo'rayevga tuhmat qildingiz. Nima deb o'ylaysiz? Tavba vaqti kelmadimi? Vijdoningiz sal bo'lsa ham qiynalyaptimi yo yo'qmi? Bilaman, siz tug'magansiz, lekin ayollar aqlini, farosatini ishlatsa, kimdan paydo bo'lganligini tushunish juda osonda. Mana shu botirda, mana shunaqa suratlarida, mana shu harakatlarida qaysi joyda siz Sherli Jo'rayevni ko'ryapsiz? Bitta menga aytib bering qani. Qodirovda Sherli Jo'rayevni qoni bor deb o'ylagan inson u musulmon inson emas. Ya'niki aql kuchini tanigan, o'zini o'zbek deb bilgan, masalan, oddiy misol sizlarga mana shunaqa zotdor qo'ylar bor. Mana shunaqa qo'ylarni hozirgi kunda $10,000, $100,000 ga kerak bo'lsa, ularni qo'zisini, aynan barrasini
$10,000, $20,000 sotganini ko'rdik. Nima deb o'ylaysiz? Mana shunaqa xatti harakatlar qilib, oxirgi bir 2 oy, 3 oyda 4 ta 5 ta искусственный intellektda 2 minutlik jin-jini qo'shiqlar qilayotgan Shil Jo'rayevni pushti kamaridan tug'ilishi mumkinmi yo yo'qmi? Nima deb o'ylaysiz? Agar ozgina vijdoningiz qiynalayotgan bo'lsa, shu savollarga javob bering. Undan tashqari bir Xulqaro degan qizingiz bor, to'g'rimi? Xohlasanglaringiz 3 soatlik o'sha bir paytlar kelib markaz bilan gaplashgan audiosini men sizga tashlayman-da. Uni ichida buncha nafrat Shil Jo'rayevga nisbatan qayerdan? Uni любой нормально eshitgan polni ichida Shil Jo'rayevga nisbatan nafrati borligini biladi. Va men ajablanmaymanki, hatto sizni ham oyoq osti qilayotgan bo'lsa, ajablanmayman. Va sizga tavsiyam, uni asl ota-onasini topib bering. Zora shunda Xudo sizni qilgan gunohlaringizni kechirar. Siz Shil Jo'rayevni hayotlik davrida katta tuhmat qilgansiz. Shu dokumentda qarasa agar 4-roddi deb Shil Jo'rayevning nomiga rasmiylashtirgansiz. Ya'ni Jo'rayev Shermat nomiga Shermatovni ismini berib tuhmat qilgansiz. Yolg'on to'qigansiz. Nima deb o'ylaysiz? 40 yil avval eriga xiyonat qilgan siz kabi ayol Allohning la'natiga uchramaganmi? Yoki vaqtlar o'tib nafsizga bordingizmi? Hasad nima qildimi? Olib baribir bir haromini shlyuxa va shalavadan tug'ilgan bir nasl nasabi yo'qni bemalol olib bir halol insonga yopishtirib qo'ydingiz. Shu ishingiz to'g'rimi yo yo'qmi? Mana shu Botir Qodirovni Shil Jo'rayevga nisbatan o'lik holatida qilgan tuhmatlardan keyin Shil Jo'rayevni nimalar deyishmadi? Nahot qalbingiz og'rimadi? Nahot shunga sizni qo'lingiz borligini anglamayapsiz? Mana bu miyangizga yetib bormayapti. Nahot mana bu qalbingizda agar ozgina vijdon bo'lsa, nahot shu vijdoningiz qiynalmayapti? Agar siz haqiqatan ham ayol bo'lsangiz, yo barcha o'zini o'zbek ayolaman deganlar, %100 buni xatti harakatlaridan, qilayotgan ishlaridan ma'lumki, halol pok insondan bunaqa Botir kabi bezbet, surbetgacha hamma bir mashhur blogerlar bilan uchrashdim shu Peterda. Aka deydi, bu Botir qanday qilib bosh ko'tarib yuribdi dedi. Men aytdimki, haromaligini qilmasdan o'lmaydi degan gapni eshitganmisizlar desam, ha dedi. Haromidan haromi tug'ilishini eshitganmisizlar desam, ha. Haromida or nomus bo'lmasligini eshitganmisizlar desam, ha dedi. Mana sizlarga isbotlab berdim. Botir chiqib olib turib, kim chidaydi deb Shohjon Jo'rayevga tuhmatlar qildi. Men isbotlab berdim-ku, chidashini ham, or nomusi yo'qligini ham, hammasini isbotlab berdim-ku. To'g'rimi? Siz ayol bo'la turib Xursanaga qaysi joyda mana shu haromida Shil Jo'rayevni ko'ryapsiz? Vijdoningiz bo'lsa javob bering. Va siz qabrga bir qadam yaqinda, agar bilsangiz ayollarni qabrni sal chuqurroqqa o'rashadi, bilasizmi? Va yana kafanga ko'proq o'rashadi-da. Bilasizmi bu narsalarni? Sizni hozir borku, kerak bo'lsa 2 marotaba ziyod kafanga o'rashsa ham, yana 1 metr ko'rni sizga chuqurroq qazganda ham u gunohlaringiz, u tuhmatlaringiz, Shil Jo'rayevga nisbatan tuhmatlaringizni yuvish yagona o'zingizning qo'lingizda bo'lyapti. Tushunasizmi? Toki o'sha qabr azobida azob chekishni xohlamasangiz, nafratingizni bir chekkaga suring. Men keyingi haftalarda sekin Yulduz Usmonovani ham sharmandasini chiqaraman. Sudyani kim qo'rqitgan, hammasini ochiq oydin aytaman. Bu yo'lda men boshidan aytganman, hatto o'limga tayyorman deganman. Esingizdan chiqarmang buni. Никогда не задавали вопрос, почему девушка, выходя замуж, должна быть девственницей? Nuriddin aka ashlar bilan o'ynash o'ynab borgan xotin. Просто nima edi? Amini qurti bo'lgan xotin. Hali bitta chaqqa to'ymagan xotin bo'lgan, haromi. Женщины так, если в нее входит чужой организм, а еще, не дай бог, оставляет свой след в виде значит, спермы, то информация об этом сохраняется в стенках матки. Навсегда. Sen hali onayni dedim, amiga dedim, timiz har xil odam sperma tashlagandan dedim. Sen kimi bolasliging aniq emasda dedim. Haligi har xil spermadan bo'lganing uchun sen shunaqa harommisan deb aytdim-da men unga. Bu haqiqatda bu. И были случаи, когда рождался ребенок не у матери и не в отца, а в проезжего молодца. Хотя ребенок от мужа.
Это не шутки. Не, об этом написали, об этом. Это не шутки. Endi gala bo'lganlar aniqda. Ular opa-aka ikkovsi bitta odamni qabul qilavergan. Информационных свойств воды. То есть сохраняются все половые связи женщины у нее в памяти. Erkak bo'lib katta bo'lganman. Men chidolmayman. Qaysi erkak chidolaydi onasini sha'niga nima qilamisan? Aytinglarchi sizlar. Qaysi bir yigit chidolaydi buni? Shuning uchun sizga nasihatim, agar musulmon bo'lsangiz, mana shu aralash spermadan bo'lgan, aralash nutfadan bo'lgan, kimdan va kimligidan paydo bo'lgan haroma botirni, yolg'onlarni bir boshdan o'ylangda. Bu chista haroma botiringiz. Xo'sh, qani savol beringchi. Gulchehra bu kim? Gulchehra. Gulchehra emas, Gulnor ekan u. Xo'p, bitta. Gulnor ekan. Xo'p, bo'lmasa keyin qarang, Dushanbega siz Zulhumra opani olib borganmisiz? Men Zulhumrni men olib borganman Yakso'rikda. Nega? Bozorning orqasida, Zelon bozorning orqasida Azizan uyiga olib borganman. Ha, tushundim. Nega aynan siz olib borgansiz? Nima tapros qilmoqchisiz? Yo'q, просто Nisastikovka, Qo'tag'im siz, gallesgan qo'tag'im. O'zbek omad topib, anini chiqarib qo'tingiz chiqmasa men to'g'ri emasman. Patrolnaqni kam top bitaras. Oxirni yolg'onlarni ko'ryapsiz. To'g'rini boshida ham men aytdim, sen hech qanday guvoh emassan dedim. Negaki agar u guvoh bo'lganda, birinchidan u aytdiki, voyaga yetmagan edi dedi. Men voyaga yetganligini isbotlab berganimdan keyin chiqib olib turib, endi men uni 1 yil 2 yilda yoshga to'ldim. Men kichkina qizlik uchun meni ko'zimga voyaga yetmagan bu. Xo'p, bu nimani o'zgartiradi? Agar voyaga yetdi deylik, o'shinda nima o'zgarardi? Qodirova Zulhumorda dilbarligini bugun ko'rdim ana xatidan. Va insonlar bu dilbar ekan past. Nimani o'zgartiradi dedi. Hatto dilbarligini keyin bildim deyapti. Tushunyapsizmi? Guvohlikda tem bo'lib Tohir aytdiki, 4 erkakning ichida nikoh o'qilgan dedi. Nikohning shartlaridan biri kelinni yo dadasi, yo akasi, yo tog'asi, yo amakisi rozilik berish kerak. U shartlar bajarilmagan. Valiylik bajarilmagan. Bu birinchisi. Ikkinchisi, Botirni g'irt halimligini qarang, kartoshka burunligi bilan hamma tomonlama isbotini Alloh sizlarga ko'rsatib beryapti. Aroq ichishlari o'sha, yolg'on gapirishlari halimni o'zi. Hammasi halimni o'zi. Na bir she'r yoza olsa, na bir harakatlarida salobat bo'lsa. Nima deb o'ylaysiz? Zulhumor singlingiz shu darajada haromdan bo'lganmidiki, halol insondan tushgan ichidagi, masalan, nutfa mana shunaqa Botir kabi haromi farzand dunyoga kelibdi. Nima deb o'ylaysiz? Tushunyapsizmi? Botir agar Sherali Jo'rayevni dada deb bilganida, Sherali Jo'rayevga nisbatan bo'lgan haqoratlar, Sherali Jo'rayev millatga qilgan xizmatlarini ko'rib, analiz qila turib, mana bu hozirgidek mana bunaqa jinni qiliqlari, jinni qo'shiqlar, jinni harakatlar qilmasdi. Sherali Jo'rayev millatni yuksaltirishga harakat qilgan, Botir Qodirov o'sha millatni kerak bo'lsa mana bu jipillayotgan ayollar bor-ku, qizlar. Mana shularni buzyapti. Bunaqa ishlarni faqat Botirdek haroma valadi zino qila oladi. Quloqingiz bilan eshitib oling. Botiringiz ikki dunyoda ham Shalava na xolasini, na Shuluqa Shalava onasini oqlab bera oladi. Ikki dunyoda ham Sherali Jo'rayevga bo'lgan tuhmat bo'xtonlarni endi to'xtata olmaydi. Bunaqa ishlarni faqat Botirdek haromalar qila oladi. Mana shuni mana bu miyangizga qo'yib oling. Va agar ozgina vijdoningiz qiynalayotgan bo'lsa, birinchidan Xulkarni asl ota-onasini topib bering. Ikkinchidan, men baribir aytayapman-ku, sudyalarni qo'rqitgan, prezidentga qanaqa aloqasi bor, hammasini ochiq oydin, hech bo'lmasa avgust oyigacha men hammasini aytib beraman. Shundan keyin nima bo'lsa ham bo'ldi. Lekin qaytaryapman, Sherali Jo'rayevni halol va pok insonligini va Botir Qodirov haroma, Sherali Jo'rayevning farzandi emasligini va aynan u Halimni o'g'liligini bemalol isbotlab bera olaman. Bo'lganda, shuning uchun aql hushingiz bo'lsa, bu 43 ga kirib, shuning uchun siz buni jinoyatiga, aynan Sherali Jo'rayevning uyini talon-taroj qilishga, bolalarni badnom qilishga, bolalari, ahli ayoli, boshqasini badnom qilishga hissa qo'shmasdingiz. Siz aql hushingizni yoqib oling. Botir haroma hali o'lguncha Sherali Jo'rayevga osilganligi uchun rasvosi chiqib, haromdan battar bo'ladi. Mana shuni esingizdan chiqarmang va qo'lingizdan kelsa tavba qilib. Men sudyani kim qo'rqgani, Yulduz Usmonovaga bor haqiqatlarni gapirib chiqqunimcha o'ylaymanki, aql farosatingiz yetadi. Mana bu yana qaytaryapman nomerim. O'zingizga keling, Xudoga tavba qiling. Xohlasangiz Sherali Jo'rayevning qabrini oldiga boring va qilgan marazligingiz uchun,
qilgan tuhmatlaringiz uchun ham Xudodan, ham Sherjo'rayevning ruhidan kechirim so'rang.